Yaqinda bitta kitobda o'qib qolgan edim. Savol bergan. Dunyodagi eng valuable, ya'ni qimmatbaho yer qaysi degan. Har xil javoblar. Mana bu nefti bor qaysidir hududmi yoki tabiiy boyliklari, tabiiy qazilmalariga boy hudud, mana shu falonchi davlatmi, pistonchi davlatning joylarimi degan javoblar bor. Va javob qabriston. Ya'ni dunyodagi eng qimmatbaho. Nimaga qimmatbaho? Chunki qabristonda qanchadan qancha boshlanmagan bizneslar, realizatsiya bo'lmagan g'oyalar, amalga oshirilmay qolgan ishlar, yetib borilmagan maqsadlar, erishilmagan qanaqadir orzular, ushalmagan orzular to'lib yotibdi-da. Ya'ni haqiqatdan ham keyin o'ylab qoldim. Rostdan ham qanchadan qancha odamlar o'zlari xohlagan, o'zlarini oldiga maqsad qilib qo'ygan yoki erishmoqchi bo'lgan narsalarini ko'plari qolib ketadi. Ya'ni o'shalar bilan birga ko'miladi. O'shalar bilan o'ladi. G'oya nimada? Kitobning g'oyasi, kitobning o'zining nomidan qiziq, Die Empty. Bo'sh, pustoy o'lishda, ya'ni hech narsa qolmaydi ichingizda. Nima g'oyangiz bormi, nimadir proyekt qilmoqchimisiz, shularni hammasini qilib deydi. Ya'ni Die Empty. Bo'sh bo'lib o'lishda, menimcha. O'zbekchasi g'alatiroq, inglizchasi mana Die Empty zo'r chiqadi o'zi. Kitobda avtor aytibdi, hammamiz bu dunyoga bekorga kelmaganmiz. Qo'pol qilib aytganda, Alloh taolo bizani shunchaki endi yaratib qo'ymagan. Mayli endi shu ham deb turib yaratmaganda, ya'ni nimadir haqiqatdan missiyamiz bor, nimadir qilishimiz kerak bo'lgan ishlar bor va shu uchun biz bu dunyoda bormiz. Va har bitta individual shaxs, har bitta odam har xil-ku, hammada har xil kontekst, har xil oilaviy sharoiti kelib chiqishi, katta backgroundda, uni family background katta bo'lish, boradigan maktab, ya'ni o'ylab yuradigan narsalari, uni tashvishga soladigan narsalar, ya'ni mana hammanaqa unikda, hammani o'ziga yarasha va takrorlanmaydigan. O'shaning uchun ham avtor aytibdiki, bizda hammamizda o'zimizga xos bo'lgan hissamiz bor, biz bu dunyoga qo'shishimiz kerak bo'lgan. Ya'ni everybody has unique contributions to make. Hamma qanaqadir hissasini qo'shish kerak davlat bunaqaga, bu dunyoga. Qo'shmayaptimi, demak potensialni uvol qilyapti, ya'ni yoki hayotini uvol qilib yashayapti deb aytdi va meni o'ylantirib qo'ydi shu narsa. Va haqiqatdan ham men o'zim reflection qilib o'ylasam, juda ham ko'p men qilib ko'rmoqchi bo'lgan g'oyalar, boshqa narsalarni ko'pini boshlamaganman. Nimaga? Chunki o'sha boyga qo'rquvda ichimizda, bilamsizlar bormi yo'qmi? Menda qo'rquv bo'lardi. Boyga judge bo'lishdan qo'rqardim, judge bo'lishdan. Boshqalar meni videosi yaxshi chiqmabdi-yu, shu ham bunaqami, shu ham loyihami yoki bu bo'lgan holda, bunaqayu degan. Xolos nimadir odamlarning fikri, men qiladigan narsa, men boshlamoqchi bo'lgan ishlarga, nimadir qilmoqchi bo'lgan loyihalarimga hali boshlamaganman masalan. Ular ham hali hech narsa degani yo'q odamlar. Shu miyamdagi mana shunaqa desachi, mana shunaqa deyishi mumkin degan belief ni o'zi, shunaqa tushuncham borligini o'zi meni to'sib turgan edi shu paytgacha. Va mana shu YouTube'ni xudo xolisa bu yog'iga davomiy qilib, har haftada hech yo'q bitta video, iloji boricha documentary qilib, men o'zim nimalar o'rgangan bo'lsam, nima g'oyalarim bo'lsa, nima realization deydi-yu, men anglab yetgan narsalarim bo'lsa, shu hammasini gapirib berishga qaror qildim.
Bu birinchidan kimgadir aqllilik qilish yoki nimadir sizlarga o'rgatmoqchiman deyish emas. Zotan hali u darajada emasman. U yoqqa yetib borishim ancha bor. Va o'z ingliz tili o'qituvchisi bo'lsam, ingliz tili o'rgatayotgan alohida YouTube kanalim bor. Unda ham xuddi shu. Ya'ni man nechadir yil ishlab qo'ydim. Men endi sizlarga o'rgatmoqchiman emas. Yo'q, men shu ozgina tajribam bo'lsa, mana shundan balki kimgadir foydali bo'lib qolar yoki o'zim uchun dokumentary-da. Men qilgan ishim shu. Ya'ni endi buni qaysidir ma'noda o'zingizdan legacy qoldirish deyish ham mumkin. Qanaqadir meros qilib, agar bo'ladigan bo'lsa. Chunki men qiynalib nimadir o'ylab topib yoki nimadir ishlatib ko'rib, qatdandir o'rganib, qo'llab ko'rgan narsam o'xshab meni hayotimni yaxshilagan bo'lsa yoki men dars o'tishimda menga foyda bergan bo'lsa, katta ehtimol bilan kimdir shunaqa vaziyatda turibdi hozir. Mana shunaqa qiynalyapti, mana shunaqa muammoga duch kelgan va hopefully balki o'sha odam, shu kerakli bo'lgan odam shu videoni topib, ko'rib, foyda olar. Va u keyingi masala. Bu foyda olmasa ham zarar demasa bo'ldi. Va documentary Alex Hormozi kimda kim tanimasa, tadbirkor, biznesmen, bizneslarni biznes portfoliolar bilan shug'ullanadi. acquisition.com kompaniyasi bor. Men ancha paytdan beri follow qilaman unga va juda ko'p narsa realization bo'ladi sizda. Mana shunaqa ekan. Dunyoni accurately ko'rishni boshlashimga ko'p yordam bergan odamlardan deb bilaman Alexni. Alex Hormozini mana shu borada bitta aytgan gapi bor. Bitta podkastda "This is not a documentary, this is a sermon." Ya'ni siz nimadir YouTube yoki nimadir kontent boshlayotgan bo'lsangiz degan, bu qanaqadir aqllilik qilib o'rgatish yoki qanaqadir dars bunda o'rgatiladigan narsa emas. Ya'ni sermon emas. It's a documentary. Bu prosta men shu hayotim yashagan bo'lsam, men tajriba to'plagan bo'lsam, mana shuni ulashyapman deb qarash sizdagi o'sha boyagi qo'rquvni yengishga, boyagi boshlanmayotgan bo'lsangiz boshlashga yordam beradi degan. Haqiqatan mana yordam beryapti. Xuddi shu o'y bilan boshlab shu videoni olib turibman. Va yana bitta plusi bu yoqda fikrlarni biz o'ylaymiz, nimadir o'ylab yuramiz. Hayolimizda zo'r qanaqadir fikrlarimiz bor yoki kimgadir biror narsa tushuntirmoqchi bo'lsak, tushuntirishga harakat qilib ko'ramiz. Har doim ham muvaffaqiyatli bo'lmaydi. Ya'ni biz har doim ham zo'r qobiliyat bilan fikrlarimizni kimgadir yetkazib berishimiz qiyin va bu o'zi skill, buni rivojlantirish kerak. Qanaqa rivojlantiriladi? Qilib rivojlantiriladi. Ya'ni siz hech kimga boy o'rgangan ideyalaringizni, olgan xulosalaringizni bo'lishmayotgan bo'lsangiz, va bo'lish deganda o'rtog'ingizga aytib berish bor yoki qaysidir tanishingizga, hamkasbingizga, "Men mana shunaqa kitob o'qidim, mana shunaqa dedi, mana shunaqa ekan." O'ylab qoldim, haqiqatan shunaqa ekan. Oddiy kundalik gaplashadigan daqiqa gaplashish bor va mana shunaqa articulate qilish bor. Va mana shu YouTube'dan meni ko'zlagan maqsadim mana shuni practice ham qilish, articulate qilish. Boyagi mana yozib olganman bu yoqda. Lekin shuni qanchalik aytib bera olaman, qanchalik aniq yetkazib beraman. Ya'ni prosta YouTube'da ochib, kamerani ochib turib, xullas mana shunaqa bitta video ko'rdim, u bunaqa emas. Ya'ni men nima demoqchiligimni bu video boshlashdan oldin o'tirib yozdim, mana shunaqa demoqchiman. Haqiqatan mana shu YouTube dokumentary qilaman. Shu boyagi Alex Hormozining iqtiboslari, boshqalarni hammasini yig'ib oldim-da, shu DMT-ni eslab va endi mana aytib beryapman. Ya'ni bu skill va mana shu skillni rivojlantirmoqchiman. Endi hozir qanchalik o'xshatdi? O'zingizlar baho berib turibsizlar, unchalik yaxshi emas. Umid qilamanki yaxshilanadi. Va mana YouTube boshlashdan, YouTube'ni umuman kontent qilishdan to'sadigan narsa bor edi. O'sha boyagi bu hozirgi dunyoda bilsangiz o'sha influencerlar, YouTuberlar zo'r backgroundlarda mana bunaqa yozuvlar chiqarib, qanaqadir animatsiyalar, videoni xullas
zo'r qilib cho'tka qilib tayyorlab chiqarishadi. Siz o'ylaysiz, men oddiy o'tirib gapirib bersam kim ham ko'radi deb o'ylaysiz. Well, kim ko'rish kerak o'zi degan savolda. Ya'ni buni siz kim uchundir qilmayapsiz-ku yoki men shaxsiy brend qurmoqchi emasman. Men hozir mana bu olayotgan videom shaxsiy brend qurish uchun emas. Va mana shu narsa ham qaysidir ma'noda menga yordam beradi mana shu videoni olishimga. Chunki agar men buni shaxsiy brend deb qaraydigan bo'lsam, endi shaxsiy brend quruvchilar bo'lsa, shaxsiy brend bo'yicha shug'ullanadiganlar yaxshi bilishadi. O'sha boyagi o'zini ko'rsatib berish, mutaxassisligini ko'rsatish yoki boyagi hayotdan lavhalarni ham qo'yish, umumiy hammanaqa shaxsiy brend sifatida ko'taramiz desa, qilinadigan ishlar ko'p. Va hammasi ham emas, lekin orada o'sha boyagi shaxsiy brend deb turib o'zi asli unaqa bo'lmagan tarafini ham yoki o'zi unaqa emas, u odam unaqa emas, lekin chiqib olib shu o'zi unaqa kiyinib, unaqada chiroqni tagida turib yoki mikrofonga nima bilan gapirib beradi. Mana shunaqa narsalar ko'payib ketgani hozir. Mani to'satuvda men ham qilsam yoki shunaqa qilishim kerak. Ya'ni shunaqa sifatda yoki shunaqa tartibda qilishim kerak agar qanaqadir personal brand yoki nimadir qurmoqchi bo'lsam. Men o'yladimki, menga personal brand hozir nima kerak? Va hop kerakdir. Ya'ni ishimni personal brand kerak emas deyman, kerak, 100% kerak. Agar men boyagi ethical contributionimiz bor. Mana shu dunyoga qo'shmoqchi bo'lgan hissamni masshtabini kengaytirmoqchi bo'lsam kerak. Ya'ni men nimadir g'oyalarimni, o'rganganlarimni men yaqinlarimga yetib bera olaman, o'rtoqlarimga yetib bera olaman. Maktabdamiz, o'quvchilarimga yetib bera olishim mumkin. Lekin agar menda shunaqa YouTube bo'lsa, menda brend bo'ladigan bo'lsa, men bermoqchi bo'lgan messejlarimni, xabarlarimni ko'pchilikka tarqata olaman, ko'pchilikni influence qila olaman yaxshi tarafga, xudo xolasa. U keyinchalik, ya'ni o'sha boyaga aytganimdek, unga loyiq bo'lib erishilgan, ya'ni arziydigan darajaga chiqqandan keyin mayli bo'lishi mumkin. Nasib qilsa boramiz u yoqqa ham. Lekin hozir siz hali hech narsa bo'lmasdan turib mana shuni o'ylash, mana shuni o'ylashim, men to'satuvdi. Men endi mana shunaqa qilishim kerak, mana bunaqa ketma-ketlikda zo'r unaqa studiyalarda olishim kerak, chunki YouTube bu ko'p unaqa yo'q. Men personal brand qilmayapman. Bu video personal brand qurish uchun qo'yilmayapti. Boya aytganim, bu meni fikrlarimni birinchidan yaxshi articulate qilish skillimni rivojlantirish uchun, ikkinchidan die empty. Ya'ni men empty o'lmoqchiman. Qo'pol qilib aytganda, ichimda nima g'oyam bor, nimadir ulashmoqchiman, shularni aytib qo'ymoqchiman. Shu yerdan keyin afsuslanib, o'sha payt bosh urmagan ekanman, o'sha payt aytib olmagan ekanman demaslik uchun. Va balki qaysidir videolarimiz haqiqatan manfaatli bo'lsa, ya'ni men endi chunki siz aytishingiz mumkin, men shuncha yaxshi narsalarni gapirdim, juda foydali narsalar gapirdim, lekin ko'pchilik ko'rmayapti. Nimaga? Chunki shu oddiy qilingan, hech qanaqa narsa animatsiyalar qo'shilmagan, ko'rishga qiziq emas. Ya'ni 1 soat bo'ladimi, 2 soatlik kontent bo'ladimi, 15 minutlik bo'ladimi? Ko'rish davomiyligi yoki ko'rib uni ertashini ushlab ko'rib turish uchun hech narsa instrumentlar ishlatilmagan. Masalan, mana shu videoga o'xshab. Buni men qanaqa yechmoqchiman? Agar haqiqatan qaysidir video shu chiqaradigan videolarimiz orasida shunaqa bo'lib qolsa va keyinchalik nasib qilsa bizda imkoniyat bo'lib, pul bo'lib yoki o'sha qanaqadir komanda qiladigan bo'lsak, media komanda boshqa yoki o'sha outsource qilib bu media komanda odam yollab yoki montajyor olib ishlatadigan bo'lsa, pul to'lab, o'sha paytda bularni remake qilsa bo'ladi. Bemalol. Ana yozib qo'yibman. Later polish qilsa bo'ladi buni yoki remake qilsa bo'ladi. Ya'ni YouTube yuklangan mana shu videoni oladi. O'sha boyagi animatsiyalar, boshqa nadir narsalar, qo'yiladigan instrumentlari color grading qilish mumkin, yaxshi chiroyli ranglar, mana bu chiroqlar, nimadirlar qilib. Xullas mana shunga o'xshash videolarni boshqacha thumbnaillar qo'yib, nimadirlar qilib, xullas yaxshi holatga keltirish mumkin. Va u ham muammo emas. Demak, mana shu agar mana shu blogan bo'lsa miyangizda qanaqadir endi bir yo'li yutda qoladi-yu, endi faqat shunaqa yomon konsepsiyada qolib ketmasin
degan narsangiz bo'lsa, uni keyinchalik ham qilsa bo'ladi. Hozir u haqida o'ylash kerak emas, chunki hozir mana pulim bo'lganda ortiqcha yoki o'sha media komandam bo'lganda, mana shu videolar shunaqa chiqardi bir yo'li. Unaqa emas. Bor shu. Shunga menimcha kerak emas. Ya'ni hozirdan turib siz u haqida o'ylashingiz sizni hozirgi to'xtatayotgan bo'lsa, demak foydasiz bo'layotgan ekanda. Va kecha kuni podkast eshitib qoldim. Podkastda Hasanxon qori aka ustoz aytayotdilarki, bilim qayerdan olinadi? Bilim nimadir bilim bor, to'g'rimi? Bilim vahiy bo'lib tushmaydi. Bilim insoniyat shu paytgacha o'rgangan va olgan xulosa tajribalaridan kelib chiqib olinadi dedilar. Va o'ylashimcha mana shunaqa bizga men o'rgangan ko'p narsalar mana shu YouTube kontent yoki nimadir yozilgan kitoblar bo'lsa, kitoblarni odam nimaga yozadi? Hayotdan o'rgangan, olgan xulosalarini yozadiganlar bor. 20 yil sarflagandir, 50 yil sarflagandir, o'shani hayotini yashab kitob yozishadi. Va bitta zo'r hikoya aytib berdilar. Bitta donishmanddan so'rashgan ekan, odam 1000 yil yashasa bo'ladimi? Yasha oladimi 1000 yil? Deganda o'sha donishmand aytgan ekan, ha, bo'ladi. Siz qanaqa qilib? Siz kitob o'qib. Chunki bitta kitob o'qisangiz va u kitob yozgan odam o'sha boyagi 20 yilmi, 30 yil, qanchadir yil hayotini yashab olgan xulosalarini yozgan bo'lsa, siz endi qancha vaqt 5 soat sarflaysiz, bir kunda o'qirsiz, bir haftada o'qirsiz, shu bir haftada o'sha 20 yillikni olib, o'sha 20 yil hayot yashagandek bo'lasiz. Ya'ni yoshingiz kichkina, lekin boshingiz katta bo'lishi mumkin. Ya'ni ko'p narsani ko'p ko'rib qo'ygan bo'lib qolishingiz mumkin-da, agar boyagi haqiqiy arzirli kitoblarni, shu bilimlarni o'rganib borsangiz. Va mana shu videolar ham YouTube'da men ko'radigan, men oladigan videolarim ham shunaqa deb qarayman. Ya'ni u o'zining hayotini yashab, menga nimadir aytib beryapti. O'shaning uchun ham oxirgi paytlari men prosta qo'yib olib, ovqatlanib, nimadir qilib yoki narsa boshqa ish qilayotgan paytim eshitib, anaqa emas. Ya'ni chip dopamin emas u. Ya'ni prosta eshitib, podkastlar emas, yo'q, o'tirib, notlar olib, nima haqiqatdan nima deyapti? Ya'ni 1 soatlik, 1,5 soatlik yoki 2 soat, 4 soatlik podkast bo'lsa, mana shu 4 soat vaqtingizni sarflayapsiz, shunga yarasha return qaytish kerak-da sizga. Ya'ni ROI deydi-yu, anaqada biznesda bor. Return on investment. Investitsiya qilsizmi, shunga yarasha qaytish kerak-da. Qaytmasa, demak, nima qilasiz uni ko'rib yurib 4 soat sarflab. Ki qanchadir sarflab. Va biron narsani men ilm olish uchun ko'ryapmanmi uni? Demak, shu ilm olyapman deb o'tirib, notlar olib, o'rganib, hayotga qo'llashni boshlash kerak. Buguncha men shular aytmoqchi bo'lganlarim, va boshladik, xudo xolisa. Va mabodo agar sizda ham deylik mana shunaqa miyangizda shu o'ylab yurgan bo'lsangiz, nimadir ekan boshqa deb, bu haqida alohida video qilamiz, xudo xolisa. Va shu boyagi odamlar nimadir ekan, nima deb o'ylar ekan degan narsani ham zo'r frame bor, ya'ni zo'r o'ylash usuli bor. Haqiqatdan ham deb qolasiz, eshitgandan keyin rostdan deysiz, da bo'ldi, bosaveraman, boshlayman deb turib boshlab yuboradigan bo'ladi. Xohlasa unga alohida video qilamiz. Buguncha mana shular. Demak, maqsad dying empty, bo'sh o'lish. Ya'ni nimadir ichimizda maqsadlar, g'oyalar ham yo'qolib, regret qilgandan ko'ra, harakat qilib o'xshamasa, harakat qilib ko'rdim. At least I have tried. Right? Men hech yo'q harakat qilib ko'rdim. O'xshab qolsa lekin zo'r bo'lib ketadi. O'xshamasa ham muammo emas. Va o'sha boyagi we all have unique contribution to make. Hammamizni dunyo uchun qo'shishimiz kerak bo'lgan, o'zimizga xos bo'lgan unique hissamiz bor va mana shuni iloji boricha ertaroq anglab va shu hissani qo'shishni boshlash kerak menimcha. Shunaqa.